Bugun mening tug, ilgan kunim edi, lekin uyimizda hatto bitta sham ham yo'q. Ku edi? Dedi kichkina kecha past ovozda. Bu oddiy gap emasdi. Bu gap yosh milliarder Jasur Mirzayevning yuragini bir zumda titratib yubordi. Chunki shu paytgacha pul bilan hamma narsani sotib olish mumkin deb o'ylardi. Ammo u hozir tushundi. Ayrim mo'g'irliklarni faqat Mirgina davolay oladi. Aynan shu lahcha uning hayotini butunlay o'zgartirdi va oxirigacha eshitmasangiz, nega butun shahar bu voqeani yillar davomida unutmaganini bilmaysiz. Jasur Mirzayev Toshkentda eng yosh va eng muvaffaqiyatli tadbirkorlardan biri edi. Uning ismi gazetalarda, biznes forumlarda, ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez tilga olinardi. Ammo uning ichki dunyosi sukutgato la edi. Boylik, hashamat, qimmat mashinalar. Bularning bari unga quvonch bermay o'ygandi. U bolaligida yetishmovchilikda ulg'aygan, lekin hozir bu shotiralarni eslashdan qo'shardi. Chunki eslash og'irlikli edi. Bir kuni Jasur odatdagidek haydovchisi Sardor bilan shahar chetidagi eski hududdan o'tayotgandi. U yerda buzilish rejalashtirilgan eski uylar bor edi. Birdan yo'l chetida bir nechta bolalar kulib shinayotganini ko'rdi. Ular oddiy va kartondan yasalgan tort atrofida yig'ilgan edi. Jasur mashinani to'xtatishni buyurdi. Nima uchundir yuragi bezovta bo'lib ketdi. Bolalar orasida bir qizcha bor edi. Ko'zlari katta, lekin yuzida sokin g'am sezilardi. Uning ismi Zuhra Qodirova edi. Bolalar uni tabriklashar, kuyovlarini chapaqchalishar, ammo hech kimda haqiqiy tort yo'q edi. Kartondagi tortda qalam bilan chizilgan shamlar bor, xolos. Jasur mashinadan tushdi. Bolalar jim bo'lib qolishdi. Katta mashina, qimmat kiyimdagi erkak ularni ko'rdi. Jasur pastga egilib, tabassum bilan so'radi. Bugun nimani nishonlayapsizlar? Bolalardan biri javob berdi. Zuhra opa bugun 8 yoshga to'ldi. Jasur kishaga qaradi. Tug, ilgan kuning bilan, dedi u muloyim ovozda. Torting qayerda? Zuhra boshini egdi. Ko'zlari yerga tikildi. Bir zum sukut bo'ldi. Keyin u sekin dedi. Tortimiz yo'q, onam aytdi, bu yil sabr qilamiz. Jasur nimadir demoqchi bo'ldi, lekin so'zi topolmadi. Shu payt Zuhra yana shep edi, lekin mayli, men o'rganib qolganman. O'tgan yili ham tort yo'q edi. Bu so'zlar Jasurning yuragiga pichoqdek sanchildi. Chunki u bolaligida aynan shunday o'rganib qolgan edi. U bolaligida tug ilgan kunlar jim o'tar. Onasi Malohat opa unga shirin kulcha pishirib berardi. Xolos. U payda ham u mayli degandi. Jasur chuqur nafas oldi. Onang qayerda? deb so'radi. Zuhra eski uyni ko'rsatdi. U uy ichiga kirganda kamtarona hayot manzarasi ochildi. Zuhra onasi Nodira Qodirova kir yuvayotgan edi. U mehmonni ko'rib hayron bo'ldi. Jasur o'zini tanishtirmadi, faqat shunday dedi. Qizingiz juda tarbiyali. Bugun uning tug ilgan kuni ekan. Nodira opa ko'zlarini yashirdi. Bilaman, non az lekin imkonimiz yo'q. Otasi Akmal bir yil oldin ishda jarohat olib, ishlay olmay qoldi. Hozir-ku o'shnilar yordami bilan yashayapmiz. Jasur bu gaplarni eshitib, o'zini tutolmay qoldi. U tashqariga chiqdi, haydovchiga nimadir dedi. Oradan 20 daqiqa o'tib, mashina qaytdi. Unda katta tort, sovji, alar sharlar bor edi. Bolalar hayajondan chichkirib yuborishdi. Zuhra ko'zlariga ishonmadi. Bu menikimi? dedi u. Ha, dedi Jasur. Bu seniki. Bugun sening kuning. Ammo bu bilan hammasi tugamadi. Jasur keyingi kunlarda Qodirovlar oilasini unutolmadi.
U Akmal uchun davolanish xarajatlarini qopladi. Nodira opaga kichik tikuv seksi ish topib berdi. Zuhra va uning ukasi Beksodni yaxshi maktabga joylashtirdi. Eng muhimi, u ularni doimiy nazorat qilmay, shunchaki yonlarida borligini his qildirib turdi. Bir necha oy o'tgach, Akmal so'ng ayib ishga qaytdi. Oilaning hayoti asta-sekin o'zgardi. Zuhra endi har kuni maktabdan ko'rinib kelardi. Ammo eng katta o'zgarish Jasurning o'zida bu edi. U boylikni endi raqamlar bilan emas, yuzlardagi tabassum bilan o'lchay boshladi. Bir yil o'tgach, Zuhra to'qqiz yoshga to'ldi. Bu safar u o'zi tort pishirdi. Kichkina, oddiy, lekin yurakdan. U tortni Jasurga uzatib dedi: "Aka, bu yil tort bor, lekin eng katta sovg'a o'sha kuni menga bergan meringiz edi." Jasurning ko'zlari yoshlanib ketdi. U tushundi, o'sha kuni u faqat bir kushani emas, o'zining qolgan bolaligini ham topgandi. Yakuniye shulosa, inspiring message. Ba'zan birgina kichik gap, menda Tokyo Q edi, butun hayotni o'zgartirishi mumkin. Chunki haqiqiy boylik takda emas, yurakda bo'ladi. 5 Kimningdir bolaligiga nur olib kirgan inson eng boy insondir.